Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Kuni kecha taniqli aktyor Dilshodbek Kattabekov ilk marta ota bo'ldi. Bu haqda u o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Xush kelibsan o'g'lim deb yozib qoldirdi Dilshodbek Kattabekov o'z Instagram sahifasida. Dilshodbek Kattabekov o'g'liga Umar deya ism bergan. Bu haqda Umar Shamsiyev o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Chaqaloqni tug'ruqxonadan olib chiqish marosimini esa Oybek Nigora o'z qo'shiqlari bilan qizdirib berishdi. Kichkina tabibning endi o'zining kichkina tabibi bor, tabriklab qo'ysanglar bo'ladi deb yozib qoldirdi Oybek Nigora o'z Instagram sahifalarida. Ma'lumot uchun Dilshodbek Kattabekov 2023-yilning 3-oktyabr kuni bo'ydoqlik bilan xayrlashdi. U o'zidan 14 yosh kichik qiz bilan oila qurgan. Ma'lumot uchun Dilshodbek Kattabekov 1990-yilda tavallud topgan. Biz esa kanalimiz nomidan chaqaloqni ota-onasi orzu qilgandek solih yigit bo'lib voyaga yetishini tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.